Mehnatni qadrlaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, mehnatning ichida yurgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bir layklarni mehnatimizga ayamasangizlar, sizlardan bag'ayat xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum, ko'rib turganlaringiz 4 yil setga o'z bo'ladi. Shu ko'rib turgan tovuq va jo'ja uyasini Xudo xolasa bugun bitirdik. Hozir sizlarga shuni chiroylatib obzorni berib o'tamiz. O'sning razmerlarına keladigan bo'lsak, 120, 120, uzunluğu 220, 3 eshikli bo'ldi. Bu yerdan hamma haqida shu tuxumlarni olishingiz mumkin. Aynan ko'rib turganlaringizdek, bu ikkiga bo'lingan. İki eshik payına ko'rib turganlaringizdek. Yine bu yerdan jo'jalarni boqsa bo'ladi bemalol. Ve bu yerdan yine bemalol tovuqlarni boqsa bo'ladi. Qo'noqlari qo'yilgan. Poложенный qalin profildan ishlangan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin do'stlar, yine bu yerinden bemalol tuxumlarni olishingiz mumkin. 3 qator kraska urilgan. Ko'rishingiz mumkin. Setga keladigan bo'lsak, do'shki 1 sm 1 smlik qalin hamma haqida rezinoviy üstünden içinden sim kaplangan setkamiz bo'ladi do'stlar. Aynen do'stlar, chiroylatib yine xalasas dom beradigan yeri yine neybe'de xohlasa mijozimiz bu yerini ochadi, xohlamasa ochmaydi bu yerimizni. Shuning uchun bu yerini kesmay qo'yamiz ammo. Buyurtmalar bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol biza bilan bog'lanishlaringiz mumkin do'stlar. Buni zakaza 1 million 100 ming so'mga uzatib berdik. Do'stlar, yoqqan bo'lsa bir like'larni bosasizlar. Bizning manzillarimiz To'rtko'l tumani Televishkani ro'parasida do'stlar. Ketkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Keyingi videolarda sog'lik, omonlikda ko'rishguncha.